Mana bu o'yinga qarang. O'zbekiston va Urugvay va sizni hayajon kutmoqda. Tomoshabinlar savol bermoqda. Bu o'yin sotilganmi yoki yo'q? Keling, ko'rib chiqamiz. O'zbekiston himoyasi mustahkam, lekin Urugvay tezkor hujum bilan gol uradi. Tomoshabinlar hayajonda, lekin bu gol sotilgan. O'yin degani emas, shunchaki dramatik. Ikkinchi gol. Urugvay yana zarba berdi. Boshqalar so'raydi, bu o'yin sotilganmi? Haqiqat shuki, bu o'yin faqat dramatik va kuchli raqobat bilan kechdi. O'zbekiston esa taslim bo'lmadi va javob gol urdi. Muxlislar hayajonda. O'yinning dramatik va qiziqarli burilishi. O'yinning yakuni Urugvay 2, O'zbekiston 1. Savol yana qoladi. O'yin sotilganmi? Haqiqat shuki, bu o'yin shunchaki dramatik, kurash va imkoniyatlar bilan birga to'la. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'yin sotilganmi yo'qmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.